Pomidorimiz baklari shu darajada katta bo'lib ketdiki, mana shu mevalarga sarqan berdi va biz pomidorlarimiz baklarini olib tashlashga majbur bo'ldik. Pomidorimiz mevalari shiddat bilan katta bo'lyapti. Xudo xolasa bu olgan baklarimiz mevalarimizga ta'sir qilmaydi degan umid qilamiz. Chunki bitta pomidorning orasida ikkitagi meva bu pomidorlarni boquvchi va havo bilan kislorod bilan ta'minlovchi baklar hisoblanadi. Bu o'rtadagi baklar esa keraksiz baklar hisoblanadi. Balkim biz bularni jicha vaqtliroq olib tashlagandirmiz, lekin bunga biz majbur bo'lib qoldik. Pomidorimizni baklari shu darajada ko'payib ketganligidan olganimizda ham xuddi bilinmagandek turibdi. Balgin olganimiz bitta minus tarafi bu esa mana shunday suvlar chiqib ketyapti. Bu esa pomidorni stressga tushirishga olib keladi. Mevalar ancha katta bo'lib qoldi. Endi olgan baklarimiz xudo xolasa salbiy ta'sir qilmasa, bularga yordam beradi. Chunki bergan ozuqalarimiz pomidorning tanasiga va bargiga urib ketganda baklar juda ham katta bo'lib ketyapti. Bu bergan vitaminlarni mevaga bersin deb biz baklarini olib tarbiya berishga qaror qildik. Xudo xolasa tepadan chiqqan baklari olib tashlagan baklarimizni o'rin to'ldiradi va endi biz tepadagi baklarni olmasak kerak. Chunki chikanka qiladigan paytimizga yaqin kelib qolyapti. Bu bak olish tajribasini biz esa o'tgan yili pomidorimizda sinaganmiz. Unda tepadan chikanka urganmiz va baklarni olganmiz va bu pomidorimizga ijobiy ta'sir qilgan. Shundan kelib chiqqan holatda biz shu qarorga keldik. Bizni YouTube'dagi Agrobozor kanalimizda ham kuzatib borsangiz bo'ladi. To'liq video qo'yapmiz. Har qanday savollaring bo'lsa, savollar berishlaring mumkin. Qo'limizdan kelgancha javob beramiz. Biz kimgadir aql o'rgata olmaymiz, chunki o'zimiz yosh agronomimiz. Maslahat bera olmasak ham issiqxonamizda qilgan ishlarimizni ko'rsatib boramiz xolos. Mevalari mana shu darajaga keldi.